vaqtda kelsak, mesela tembirinki başlarga, dutanın qo'rg'ulurga mushu vaqtlik yog'och ishlatilsa, ovoz nihoyat suzuk, yaxshi tepadigan onda so'z chiqadi. Tembir putaylar bu. O'z qoldi bunday yana bir 2-3 yildan bir naqashda yog'idek bo'ladi. Amajaki shu siz o'tgan shu kuz vaqti kesgan yog'ochniki material to'g'riliq sal gap qildingiz. Kuz vaqti kesgan yog'ochniki material shu sazg'ishilgan material jihatda nima munosabat bormi? Munosabat bor, albatta bor. Kuz vaqti kesgan yog'ochning material baland chiqadi demakmi? Shu 11 oyning 15-ining atrofida mush atrofida kesgan yog'och intoyin ching, rangi chiroyli, qurg'on shunda qattiq sifatli material bo'ladi. 11-oyning 15-i? Mush atrofida 11-oyning boshlaridan 15gacha mush oraliqda kesgan yog'och. Tutulsa bo'ldiki, 15 istaga. Mush atrofda kesgan yog'och sifati shunda yaxshi, o'zi ching material, shunda yaxshi material chiqadi. Mush vaqtlarda kuz vaqtida hamma narsaniki bir pish munosabati birdek ishlab bo'ldi ekan bu. Ehtiyojni 4-oyda kesilgan uzumning yog'ochlari o'zi churuk, rangsiz, og'dal mayda chiqib qolgan. Shuning uchun mush yog'ochni kuz vaqtida kessak, mesela tembirinki başlarga, dutanın qo'rg'ulurga mushu vaqtlik yog'och ishlatilsa, ovoz nihoyat suzuk, yaxshi tepadigan onda so'z chiqadi. Agar ehtiyoj vaqti kesiga yog'och bo'lib qolsa, kuz vaqti kesiga qirgan chaqda sal misqal qilroq tilinmay qolsa, uyuldigan boshlarni sal qilroq uyulmasa, kuz bilan oraliqda tarixda mingda farq bor. Bu bek inishki nuqtalar bu. Buni biz mushuni qattiq nurg'un tajribalarni o'tkazganligimiz uchun yog'ochni eng inishki nuqtalarga mustaq diqqat qilish orqali mustaq yakunlab chiqqan tajriba bu. Bo'lmasa endi buncha bola o'ltamaydi, yasag'a ustavunchilar ilg'ab tushmaydi buni. Bundan da mustaq sabablar borki, yog'ochningki ilg'ash ayirish jihatda. Shuning uchun yog'ochnima bir yer bir maydon kesib o'tgan yog'och tashib o'tgan ko'takli bo'lsa, yog'ochni chotni chippi qilib, qachon kesilgan yog'och, qandoq ujumining yog'ichi yog'och. Aşını tulluk argı bo'ladi. Mana materialni tulluk tushgan vaqtida saz bizning ko'nglimizga sazib chiqargan gap. Unda bo'lmay qolsa, yog'och taxmindan yasalib qilib, haligi ma'noga xomtarash holatlarini yaxshi qilmay qolsak, yog'och masalasida. Ovoz masalasiga kelgan chaqda odam misol qiynab qo'ydi. Birdan yuzi qilin bo'lib qolgandek, bisbiqanda bo'lib qolgandek, shuni ashunda material yaxshi yasalgan sazib qolsa, fiturdigan oson bo'lgan gap. Bak inişki bu men abunda meningni so'rasangiz material qanday bo'lsa ujum yog'chi shu ujum yog'chi bo'lsa duta bilan mazmun bir duta bilan tambir tutib chiqdi ya sata deyman shu unda o'ylagan odam menimcha yo'qmikin desammi bordi buni turibsiz lekin inishki anda o'ylaganda oziq kerakmiki shunday ham bak o'yinchi bola chim pitlab o'tolmaydi-ku minara ustalarni yog'och bo'lgandan keyin deb qilamiz hammasi o'yinchilar bak yasab qilib ketmaganga shunday bo'lib qoladi. Bo'lmasa materialni ashunday ilg'ab yozsak, soz yaxshi sozib chiqadigan gap. Siz kuylamlashtirib, bir tutkizib qilgan ishni qilmay bir taldan turib chiqayotgan ekan sozni. Shuni buningga anaqa oldirashlik yo'q. Boshqa shuni astoydil tadqiqsiz buni yog'ochni materialni amaliyotga qarab turib, buni bir tembirini misolga olsak, tembirini boshqasining cho'ng kichik, cho'nqur, tez, qilin, nepizliklarini zaten xayolimizda chotni yog'ochni cheppi qiliblar. Shu materialning qanday hajm jihati cho'nqurlik kengtaligi, qanday bo'lgan vaqtda ovozning qanday chiqadiganligini usti bo'lgan odam xayoli chuqur tinglab qilish kerak buni. Sozni. Shunday saviyaga yetgan vaqtdan keyin bizim bu sozda ishonchlik odamni hadoqdan chiqadigan yaxshi soz chiqadi. Unda bo'lmay qolsa, bizning ko'nglimizga soz yasab chiqish uchun buningga bak boshqa o'tirib ketadigan ish chiqadi shu. Tul boshqa o'tirib ketamiz. Bu qayerda masala bordi? Bu mundaq turibdi, bu bundaq bo'lmasa ovoziga qattiq yak, mundaq chiqib qoldi der avval kelib chiqdi. Shuning uchun materialni boshdan boshlab inishkilab ashyolarni yasab kelgan chaqda ko'nglimizda shu o'ng'ayla osonchilik bilan tutib ovozim shundoq tansha chiqib qoldi. Sizlarimizni endi tashviq qildik, boshqalarniki bilib olish uchun degandek. Asosiy jihatdan shu mening so'zlayotgan bu fikrdan anglab, ular haqiqatan ko'ngilda qoyil bo'lib, qoyillik bilan haqiqatan bu inishki nuqtalar bilan mushtaq yasalayotganligini ular ko'ngilda ba'zi masala so'raganlar bor. Bunday yog'och yasak bilan ularga to'g'ri bir maslahatni berdi. Shu ishda ular nihoyat yaxshi tushunish hosil qildi bu yasak jarayonni. Bak unda işte birni qildingiz. Do'konning o'rni yana bir gapirma. Do'kon o'rni shu bizim Oqsuning Onsu noyisi shu bozor ichi Shimful o'tiriq rayoning ichida bir yasaydigan o'rnimiz bor. O'sha davomli ish qilamiz. Telefon nomeri boshliq 150 degan undidor mushuningda mush numar bilan aloqalasha olamiz. Shu bizni izlaydigan bo'lib qolsa mushuni ko'rsatamiz.